Oilaviy mojaroga bordik. Nima mojaro desak, endi 5 yil, 6 yillik o'sha muammo, janjal oxiri taqalib kelgan. Qaynana aytayapti, qo'lini bigiz qilyapti-da, "Ey o'g'il" deyapti, "Ey bola" deyapti. "Mana buningni yo'qot, qurit" deyapti. "Buningni qurit" deyapti. "Mani ko'zim ko'rmasin, buni tezda talog'ini qilasan, 3 talog'ini berasan oldimda" deyapti. Men aytaman-ki, "Yo'q, nima gap, nima muammo, nima xotining xiyonat qildimi, o'g'irlik qildimi, nima jinoyat qildi, nima gap desam, kambag'al oilani qizi aybi shu" deyapti. Qolgan hech qayerida aybi yo'q. Xizmati, butun samimiyati, hurmati joyida. Nima, kambag'allik qizi bo'lsa odam emasmi u? Boylari qizini ko'ryapmiz, u nimalar qilib tashyapti? Qanaqa qorishtirib tashyapti, bulg'ab tashyapti, rasvosini chiqarib tashyapti hamma yog'i, oyoq osti qilib. Nima, ular osmondan tushgan kambag'allik qizi yer ostidan chiqqanmi? U odam emasmi? "Ey bola" deyapti. Gapni ko'paytirmagin. Ona rozi, Xudo rozi degan. Jannat onalar oyoq ostida deganda bir mahal hadisga qarab ketyapti. Men aytdim, to'xtang dedim. Bu so'kayotgan ayollarni tagidami jannat? Harom yo'llar bilan, zino yo'llar bilan homilador bo'lib olib, bolasini tug'ib, tug'ruqxonada voz kechib ketayotgan, podyezdga tashab ketayotgan, axlatga tashab ketayotganlarni tagidami jannat? Bunaqalarni tagiga jannat munosib emas, birodarlar. Namoz o'qiysizmi desam, namoz o'qimayman deydi. Siz jannat onalar oyog'i ostida deyapsiz. Ikkita navaraz bilan qiziz kelinni haydayapsiz. O'g'lingizni baxtsiz qilyapsiz. Siz o'zingiz insofan o'zingizga savol beringchi, jannat mani oyog'im ostida deb o'ylaysizmi? Shu gapga o'zingiz ishonasizmi? O'zingizni ishontira olaysizmi? Boshini egib o'tiribdi. Kelinga aytayapman, qizim bor ket dedim. Nima kerak? Qanam 5 yil chidabsan shu g'urbatga, mana shu malomatga, san usan, san busan, sani otang u, sani onang bu degan malomatga 5 yil bor ket dedim. Men senga hozir bitta qog'ozga duo yozib beraman. O'sha duoni tahorat qilib namoz o'qib joying ustida o'qiysan. Mana yangi yilga 10 kun qoldi. Xudo xohlasa qaynanang yangi yilni do'zaxda kutib oladi, xudo xolasa. Javob beraman shu gapimga. Desam, "Voy bolam, meni kechiring, meni ahmoq qaynanangizni kechiring" deb qo'rqmas ekansan dedim. Mana unda qilib ayollarimiz o'zini aldayapti-da, jannat mani oyog'im ostida deb.